Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Mahsulotlarimizni chiqarib yuboryapmiz. Birinchi reyslarimiz oqqa qoradan 90 kvadrat, so'qilidan qilib 100 kvadrat ob'yomda qilib chiqarib yuboryapmiz. Klientlarimizga oqqa qoraga mokriy so'qilini palasasiga moslab qilib berganmiz. Bu yerda mana yuklanish jarayonini ham ko'rib tursanglar bo'ladi. Shu holatda mana mahsulotlarimiz yuklab kelinadi. Sifatlari yuqori darajadagi mahsulotlar Gold Clinkerda. Bu yerga kelsanglar, xudo xolasa kafolatini oqlab beradigan mahsulotlarimiz bor. Mahsulotlarda 75 ming so'mligi nima farqi bor deb juda ko'pchilik so'raydi. Sifatida xudo xolasa. Bu narsani arzonlashtirish uchun bir paqir pesok hamma yo'lda hal qiladi. Bir qop sementga 1 kvadrat oshcha chiqarsa bo'laveradi. Biz standarti bo'yicha ishlanadi Gold Clinker korxonasi. Shuni hisobiga mahsulotlar oqqa qoralar narxlarini aytib o'tamiz. 85 ming so'mdan oqqa qoralar, mokriy so'qillarimiz hozir ko'rsatib o'tamiz. Mokriy so'qillar mana yuklarni tayinlanyapti. Bu yerga mana klientimizga 700 kvadrat ob'yomda zakasini olganmiz. Birinchi reys chiqib ketyapti. Kamolaga mokriy mana so'qillarni ko'rsatib o'taylik. Bularimiz mana moslab qilingan mokriy so'qillar 65 ming so'mdan mana ko'rib tursangiz, sifatlari yuqori darajadagi mahsulotlar Gold Clinkerda. Palasasiga moslab qilib berganmiz. Bu laklanganda ham juda ham chiroyli turadi, xudo xolasa. Mana mahsulotlarni sergitib, har bitta mahsulot sortirovka qilib, betini betiga qilib, bolalar shu holatda upakovka qiladi. Mana korobkaga urib berasizlarmi deb juda ko'pchilik savol beradi. Korobkasi qanaqa bo'ladi deb. Kvadratiga 5-6 ming rasxod qilmaysizlar. Shu holatda borsa ham taylarga korobkalarni qilib, mana Isuzuga upakovka qilib beramiz, xudo xolasa. Sizlarni korxonamizda kutamiz. Xuddi shunday mahsulotlarni o'zingizlarni viloyatingizda, o'zingizlarni respublikangizda ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Gold Clinker bilan hamkor bo'linglar, xudo xolasa. Sizlarni kutib qolamiz.